الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى جاء حمد سنالر Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatu salamlarımız bulsun. Bakara surasida Allah subhanahu ve taala yana shunday marhamat qiladi. Vasta'inu bis-sabri was-salah va innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim va annahum ilayhi raji'un. Sabr va namoz o'qish bilan madad so'ranglar. Albatta u namoz o'qish og'ir ishdir. Ya'ni aslida qiyin narsa. Magar alal xoshi'in Parvardigordan qo'rqib xushu qilgan, huzu qilgan zotlargagina og'ir emas deydi. U zotlar, shu xushu huzu qilgan zotlar Parvardigorlariga ro'paro bo'lishlarini va shubhasiz unga qaytajaklarini biladigan zotlardir. Mana shu oyat haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Alloh subhanahu va taolo yahudlarga tanbeh berib, ne'matlarini eslatib, ularni odamlarni ichida yaxshilikka buyurib, lekin o'zlari uni qilmay yomonlikdan qaytarib, o'zlari esa uni qilib qo'yadigan, odamlarni yaxshilikka buyurib o'zlarini unutadigan qavm bo'lganliklarini eslatib turib, ortidan Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarni aytadi. Sabr bilan, namoz bilan yordam so'rangiz. Mufassirlar shunday tafsir qilishgan ekan. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadilar: Ista'inu ala talabil akhirati bis-sabri ala al-fara'idi was-salati. Sabr bilan, namoz bilan yordam so'rangiz degani, ya'ni oxiratni talab qilayotgan bo'lsangiz, oxiratni talab qilishda sabrli bo'lingiz, farzlarni bajarishda sabrli bo'lingiz va namoz bilan yordam so'rangiz deb tafsir qilishgan ekan. Ulamolarimiz, xususan hozirgi muasir olimlarimiz aytishadiki, bu oyatning tafsirida namoz bilan sabr birga kelishligini sababi deydilar. Hatto namozni o'ziga ham sabr kerak deyshadi. Chunki asqalu as-salati alal munafiqin al-fajr wal asha, munofiqlarga eng og'ir namoz bomdod va xufton namozi. Hatto namozni o'qish uchun ham insonga sabr kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo birinchi sabrni zikr qilib, ortidan namozni zikr qildi deb aytishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha rivoyatlar kelgan. Mana Said ibn Jubayr tafsirida shunday dedilar: As-sabru i'tiraful abdi lillah bima asaba fihi wa ihtisabuhu 'inda Allah wa raja'u thawabihi. Wa qad yajza'u ar-rajulu wa huwa yatajalladu la yura minhu illa as-sabru. Aytadilar, Said ibn Jubayr, u kishi bilasizlar, Ibn Abbosni mashhur shogirdlari, Kufada yashagan, Hajjoj tarafidan o'ldirilgan ulug' tobiin hisoblanadi va vafot etayotganda Hajjojni qarg'ab o'tgan va bu kishini qarg'ish tegib, Hajjoj ham o'sha qarg'ish natijasida o'lgan deyshadi. Sabr dedilar, banda Alloh uchun unga yetgan narsalarda e'tirof qilib sabr qilishligiga aytilinadi. Va Allohning huzuridagi narsani ihtisob qilishligiga, savobini umid qilishligiga ishlatiladi dedi. Ya'ni u degani, banda sabr qilayotgan paytda sabr qachon sabrga aylanar ekan, mu'minlarning sabriga, o'sha sabrni ichida ihtisob bo'lsa, ajrni umid qilishlik bo'lsa, Allohning savobini umid qilishlik bo'lsa, mana shu sabr denilar ekan. Gohida kishi dedilar, qad yajza'ur rajul. Gohida qiynaladi deydi. Haqiqatan ham inson sabr qilayotgan paytda mashaqqat chekadi, qiynaladi, o'ta qattiq mashaqqatlarni chekadi. La yura minhu illa as-sabr. O'sha paytda insondan faqatgina sabr ko'riladi. Va mana shu sabr undan ajr umid qilinsagina sabrga aylanar ekan
Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchamizni sabrli zotlardan qilgan bo'lsin. Ali roziyallohu anhu shunday dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga Badr jangida edik. Laqad ra'aytuna laylata badrin wa ma fina illa na'imun ghayru Rasulillah sallallohu alayhi vasallam yusalli va yad'u hatta asbah. Badr kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hamma odam uxlar edi, faqatgina u zot tong otgunga qadar tinimsiz namoz o'qib chiqqandilar deydi. Demak, musibatlar paytida, mashaqqatlar paytida inson faqatgina sabr qilishligi kerak bo'lar ekan. Sabrning lug'aviy ma'nosi fil lug'ati al-habsu wal man'u. Habs qilish, man qilish degan ma'nolarni bildirar ekan. Ya'ni inson o'zini o'zi ushlab turishligiga aytilinadi. Va arrafahu ba'duhum bi annahu habsun nafsi 'anil jaza'. Ba'zi ahli ilmlarimiz sabrga jazavaga tushib ketishdan o'zini ushlashga aytilinadi deydi. Ya'ni bir musibat ko'rgan paytda aytaylikki, o'sha musibatni baribir o'zgartira olmaydi, baribir ko'tara olmaydi. O'sha paytda jazavaga tushib ketishdan o'zini ushlayotgan bo'lsa, mana shu sabr deyillar ekan. Xuddi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandi vafot etib, qabrining ustida yig'lab turgan ayolni oldiga kelib turib, "Ey ayol, Allohdan qo'rqing, sabr qiling" deganda, u ayol qaramasdanla bor, nari bor, "Sen meni musibatimdan xolisan, ya'ni mening boshimga tushgansa, sening boshingga tushgan yo'q-da. Bor, keta qol" deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylariga ketib qoladi. Bu ayolga tanimay qoldingiz. Axir bu Rasululloh edi-ku deyishganda, orqasidan borib, "Ya Rasululloh, men tanimay qoldim, uzr" deganda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Innamas sabru inda sadmatil ula" deganlar. Sabr ilk lahzalarda bo'ladi deganlar. Sabrni lug'aviy ma'nosi demak nima ekan? Jazavaga tushib ketishdan o'zini ushlay olayotgan bo'lsa, mana shu sabr deyillar ekan. Val lisan anit tashakki. Nafsni jazavaga tushib ketishdan ushlash, tilni shikoyat qilishdan ushlash, val javarihi amma harramalloh. Alloh harom qilgan narsalardan a'zolarni tiyib turishga ishlatiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sabrli zotlar ajrlarini to'la to'kis behisob olurlar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma u'tiya ahadun ata'an khayran va afdala min as-sabri." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis, banda sabrdan ko'ra yaxshiroq, sabrdan ko'ra afzalroq narsaga ega bo'lgan emas deb aytgan ekanlar. Ali roziyallohu anhu ham shunday degan ekanlar: "Alaykum bis-sabri." Sabrni mahkam ushlangiz. Fa inna as-sabra minal iman. Sabr iymondandir. Bi manzilatir ra'si minal jasad. Xuddi jasaddan bosh qanday martabada tursa, sabr ham iymonning ichida xuddi shunday martabadir. Ya'ni iymonning boshi sabr demoqchi bo'lgan ekanlar. Fa idzan qata'a ar-ra'su baral jasadu ala la imana liman la sabra lahu. Agarda kalla bosh jasaddan uzilsa, jasad jonsiz qoladi. Bilib qo'yingiz, sabri yo'q odamning iymoni yo'qdir degan ekanlar. Ali roziyallohu anhu. Sabrni ulamolar 3 qismga bo'lishgan. Birinchisi, as-sabru ala ta'atillah. Allohning to'atida sabr qilish. U sabrni turlarini eng buyugi deb aytishgan ekan. A'zamu anwa'us sabri. Nimaga? Chunki to'at ibodatlarni bajarish insonga oson bo'lib ko'ringani bilan qaytariqlardan qaytishdan ko'ra to'atlarni bajarish qiyinroq hisoblanar ekan. Shuning uchun ham ulamolar birinchi navbatda to'at ibodatdagi sabr deb keltirishdi. Allohning to'atida inson o'zini sabrli qilib ushlab turishligi bu sabrning eng buyuk ko'rinishi ekan. Namoz kabi, zakot kabi, ya'ni zakotni ham to'liq to'la to'kis bera olishlik, buni puli yana ham ko'proq insonlar buni tushunadi. To'la to'kis qalbini xotirjam qiladigan ko'rinishda bera olish, bunda sabr kerak bo'ladi. Namozda ham ko'ngil xotirjam bo'ladigan, Alloh rozi bo'ladigan ko'rinishda ado qila olish oson emas. Haqiqatan ham bunda sabr kerak bo'ladi. Roza kabi, hajga borganda ham uni chiroyli bajarilgunga qadar issig'iga chidash, og'izni bir fahsh so'zlardan, birov bilan tortishib qo'yishdan sabr qilib to'atni chiroyli bajarish oson kechmaydi. Va birril validayn, ota-onaga yaxshilik qilish kabi, ota-onani e'zozlash kabi, gohida uf deb qo'yadi, gohida erinib qoladi, gohida jirillab qo'yadi.
asli toat ibodatdagi sabr eng qiyin sabr ekan. Qarindosh urug'chilikni rishtalarini bog'lash kabi. Ikkinchisi esa as-sabru an ma'siyatillah. Allohning ma'siyatidan sabr qilish. Va huwa kaffu an-nafsi 'anil ma'asi kar-riba va-zina va-sariqati. Nafsni ma'siyatlardan ushlab turish. Ribo kabi, sudxo'rlik kabi, zino kabi hamda o'g'irlik kabi. Sudxo'rlik masalasida sudxo'rlikdan tiyilishimga, qutulishimga yordam beringlar, kreditimga qaytib olmayman. Men o'laman Alloh, meni tavba qildim deb turib, xuddi shu ishni qilganlarning juda ko'piga guvoh bo'ldik. Demak, ribo kabi, zino kabi, o'g'irlik kabi ishlardan tiyilishda sabr qilish bu sabrni ikkinchi ko'rinishi ekan, ya'ni ma'siyatlarda sabr qila olishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu dedilar. 7 kishini Alloh qiyomat kunida o'zini soyasida ushlaydi. Soyasida soyalantiradi. U kunda u zotning soyasidan boshqa soya bo'lmaydi. Chunki quyosh bir zaro keltiriladi va zakara minhum ularning ichida zikr qildilar. Rajulan da'athum ra'atun zatu mansibin va jamal faqala inni akhafulloh. Bir kishiki uni ham chiroyli ayol, ham mansabdor ayol, ya'ni ham katta zeng ayol. O'zi mansabdor ayol, chiroyli ayol oddiy insonlarni hech ham to'g'atmaydi. Albatta bir yo o'zi kabi yo o'zidan ustunroq insonlarni ko'zlaydi. Demak, mansabdor va chiroyli ayol chaqirgan paytda men Allohdan qo'rqaman desa, Allohning soyasida bo'ladi. Ba'zi ahli ilmlarimiz, doilarimiz aytganlaridek, o'zimizning o'zbek domlalarimiz aytganlaridek, nafaqat bu mansabdor, nafaqat chiroyli ayol. Gohi insonlar deydi, "O, hech kim qaramaydigan ham ayollarni topib, pullar berib yurib kerak bo'lsa nafsini qondirishyapti" deb kuyunib, afsuslanib aytgandilar. Alloh taolo barchamizni zinodan, gunoh ma'siyatlardan sabr qilishda o'zi ko'mak bergan bo'lsin. Keyin sabr xususan fasabrun anil wuqu'i fil fahishati ma'a quwwati ad-da'i khawfan min Allah azza wa jalla fa athabahu Allah ala hadha bi an ja'alahu min as-sab'ati alladhina yuzilluhum Allah fi dhillihi. Yani aytibdilar, fahishga chorlaguvchi quvvatni kuchli ekanligiga qaramasdan sabr qila olsa, demak Alloh unga soyasini, qiyomat kunida hech kimda soyasi bo'lmaydigan paytda o'zini soyasini beradi deb aytgan ekan. Ya'ni shu yerda aytiladiki, quvvatni kuchli ekanligiga qaramasdan deyilyapti. Gohida umuman quvvat bo'lmasdan ham bunga talpingan insonlar esa, xususan bu yosh kattaroq bo'lib qolib turib, zinoga moyil bo'lgan chollar haqida aytiladi. O'zi chaqiradigan narsa yo'q unchalik, quvvat yo'q, sabab yo'q, lekin qalbida maraz bor. Ya'ni o'rnashib qolgan, yoshligidan shu ishga ko'nikib qolgan deylik. Shuning uchun yoshligidan toat ibodatga o'rganib, yoshlikdan qalbni haromdan saqlashga ko'ndirib borish kerak ekan. Qalb yoshligidan nimaga o'rgangan bo'lsak, o'rtansa qolmasligini, qariganda ham shu ishini tashlamaydi ekan keyin. Qariganda ham bu ishini tashlamasligini xatari shundaki, nima bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, 3 toifa odam bor dedilar. La yanzurullohu ilayhim. Alloh ularga qaramaydi. Va la yuzakkihim. Ularning gunohlaridan poklamaydi. Va la yukallimuhum. Na ular bilan gaplashmaydi dedi. Birinchisi ushaymitun zanin dedilar. Qari cholcha zinokor dedilar. Ya'ni hadisda kamsitib payg'ambarimiz chol demaganlarda cholcha degan. Cholcha zinokor. Alloh taolasin cholcha zinokor bo'lib qolishdan Allohim o'zi panoh bersin. Ya'ni qarab turib, ya'ni u degani sabab bo'lmasdan turib unga chorlaguvchi, shu ishga qiziqqan odamni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh ularni poklamaydi, gunohlaridan ular bilan gaplashmaydi, ularga qaramaydi. Va lahum azabun alim va ularga alamli azob bo'ladi deb aytganlar. Ikkinchisi shu ailul mustakbira, o'zi kambag'al, muhtoj bo'lib turib kibr qilgan odam. Berishdan yaxshiroq narsa berishmaysan, bo'lmasa bermay qo'ya olmabsan-da deydiganlar. Uchinchisi esa varajulun ja'alalloha bida'atahu. Allohning o'zini matosi qilib olgan. La yabi'u illa bi yaminihi va la yashtari illa bi yaminihi. Sotsa ham, olsa ham faqat qasam bilan. Ya Allohga qasam, qasam ichaman deb turib, har bir gapiga qasam keltiraveradi. Sotsa ham, olsa ham, tovarni sotyapsa ham, bir narsani xarid qilyapsa ham, har gapiga qasam keltiraveradi.
Bu odam dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qiyomat kunida Alloh u bilan gaplashmaydi, qaramaydi va unga alamli azob bo'ladi. Uni gunohlaridan poklamaydi dedilar. Alloh taolo gunoh ma'siyatlardan sabr qilishni barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Hali katta harsang tosh ochilib ketgan, g'orga qamalib qolgan 3 ta toifani biri ham gunoh ma'siyatdan tiyilganligi, shu o'zini amakisini, qizini qattiq yaxshi ko'rishligi va u ayolga egador bo'lgan paytda u ayol qiynalib kelib pulga muhtoj bo'lib, mayli senga o'zimni topshiraman, faqat meni ochlikdan qutultir deganda unga pulni berib turib va u erkak ayoldan o'tiradigan joyiga o'tirib bo'lgan paytda aytadi: "Falamma jalastu bayna rijlayha." Boshqa bir lafzda erkak ayoldan o'tiradigan joyiga men o'tirganimda deydi. Ya'ni u degani hamma narsa tayyor bo'lganda, hozir va nozir bo'lgan paytda u ayol ittaqillah deb qaradi. Allohdan qo'rqin deydi. Va la tafuddal khatama illa bihaqqihi. Uzukni haqqi bilan buzgin deydi. Ya'ni nikoh bilan bo'lsin deydi. Shunda Allohdan qo'rqin degan gap u kishiga ta'sir qiladi va turib ketdim deydi. Va Parvardigor mana shu narsani sendan qo'rqqanimdan qilgandim. Sendan qo'rqqanimdan bu ayolga tegmaganman deganda g'or ochilishligiga bu sabab bo'lgan bo'lardi. Uchinchi sabr bu as-sabru ala aqdarillah. Allohni al-mu'lima, alamli musibatlariga, alamli qadarlariga sabr qilish. Endi bu 3-navbatda kelishini sababi deyshadi ulamolar. Ya'ni sabrni 3-navbatida qadarlarga sabr qilishligini kelishini sababi deydi. Chunki u insonning ixtiyorida emas. Inson unga chidasin, chidamasin, u boshiga albatta tushadi va u albatta voqea bo'ladi deyshadi. Shuning uchun 3-navbatda zikr qilindi. Bu narsada ham bor yo'q talab qilinadigan narsa o'sha tilni shikoyat qilishdan saqlash, jazavaga tushishdan saqlash, hadislarda kelgandek shu betga urishdan, yoqasini yirtishdan saqlansa bo'ldi. Allohni norozi qilib qo'yadigan gaplardan saqlanib tursa, mana shu sabrga kiradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: "Va bashshiris sobirin." Sabr qiluvchilarga xush xabar bering. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ularga musibat kelsa, aytishadi: "Albatta biz Allohnikimiz, albatta biz u zotga qaytuvchilarmiz." Abu Hurayra roziyallohu anhu dan kelgan rivoyatda esa insonni badanasiga kirib qolgan tikonga ham nima deyish kerak? Istirjo aytish kerak deyiladi. Bu ham sunnatdan. Oddiy tikon kirib ketsa ham, payg'ambarimiz tikon kirib ketsa ham deyishganda, so'rashganda ha deganlar. U ham musibatdir deganlar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb aytish kerak. Mana shu so'zni aytganlar haqida Alloh taolo aytadiki: "Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahmah." Ularga Parvardigorlari tomonidan salovatlar bordir. Ya'ni bu salovatlardan murod deyshadi, farishtalarning duolari bordir. Ya'ni farishtalar tinimsiz bunday sabrlilarga duo qilib turishadi. Va rahma, Parvardigorlari tomonidan rahmat bordir va ulaika humul muhtadun. Ular hidoyat topgan kishilardir deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda farzandi vafot etib turib sabr qilgan kishi haqida shunday deydi. Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadi deydilar: "Ma li 'abdiyal mu'min idza qabattu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Meni dunyo ahlidan bo'lgan mu'min bandamni biron bir farzandini agarda jonini oladigan bo'lsam dedilar, dedi Alloh taolo. So'ngra u bandam ajr umid qilib sabr qiladigan bo'lsa, buning mukofoti faqat jannatdir degan hadis qudsiyda Imom Buxoriy rivoyatlari. Yana bir ayol keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Tusra'u va tatakashshafu. U ayol hushdan ketib qolar ekan. Va tatakashshaf, badanlari ochilib ketib qolar ekan. Ba'zi rivoyatlarda bu ayolda sara' dedi deyilgan. Sara' degani o'sha tutqaloq tutib qolishlik. Tutqaloq tutish kasal, bu ham Alloh shifo bersin kimda bo'lsa, qiyin kasallardan, og'ir dardlardan egasi qachon vafot etishini bilmay yashaydi. Qiyin kasallik. Bu ayolda mana shu kasallik bo'lgan. Ba'zi shorihlar bu ayolni tusra'uga, ya'ni jin kirib olgan ayol deb ham ta'rif berishgan. Sharhlashgan. Ya'ni jin kirib qolgan paytda o'zini boshqara olmasdan badanlari, avratlari ochilib qolar ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, "Ud'ulloha li" degan ekan. "Ya Rasululloh, haqqimga duo qilib qo'ying Allohga" deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Inshiti sabarti va lakil jannah." Agar sabr qilsangiz, shu holingizda sizga jannat bo'ladi. Ya'ni mana shu musibatga sabr qilsangiz sizga jannat bo'ladi degan ekanlar. "Va inshiti da'utulloha laki." Xohlasangiz haqqingizga duo qilaman. Shunda u ayol faqolat bal asbir, bo'ldi. Sabr qilaman degan ekan. Va lakin ud'ulloha li alla atakashshaf. Lekin duo qilib qo'ying, mashalloh, sahobiy ayollarni
naqadar avratlarini saqlashga haris bo'lganlari, iffatlariga naqadar haris bo'lganlariga dalil bo'ladi. Yengil sinov kelsanglar, hijoblilar hijoblardan yechinib ketib qolayotgan bir davrda turibmiz. Bu sahobiy ayollarni qaranglar mana. O'shunday holatda o'zi atay qilmayotgan, bu musibat qo'lida emas. Shunday bo'lsa-da, ajrdan mahrum bo'lmaslik uchun mayli bu musibatni mendan ko'tarmasin, buni so'ramang-u, lekin musibat kelgan paytda avratim ochilib qolmasin, shuni duo qilib bering degan ekan. Fada'alloha laha alla tatakashshaf. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u ayolning haqqiga avratlari ochilinib qo'ymasligiga duo qilgan ekanlar. Bizlarni ayollarimizni, mahramlarimizni, mana shu joyda o'tirganlarimizni, barchamizni ayollarimizni fitnalardan Alloh taolo saqlagan bo'lsin, dinda sobit qadamli bergan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p payg'ambarlarni ham sabr bilan maqtagan. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Biz uni dedi, Ayyubni, bilasizlar 16 yil betob bo'lgan payg'ambar. Uni sabr qilgan holida topdik. Qanday ham zo'r banda edi deb Alloh subhanahu va taolo maqtaydi. Boshqa bir oyatlarda esa vaja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Sabr qilgan paytlarida biz ulardan yo'l boshchilarini chiqardik deydi. Qachonki bir millat sabr qilsa yoki qachonki bir oila, bir qavm sabr qilsa, o'sha qavmdan ulug'lar chiqishligiga bu oyatda ishora bor. Alloh taolo barchamizni sabrli zotlardan qilgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida, yana bir hadislarda vasta'in billahi va la ta'jaz. Allohdan madad so'ra, ojiz bo'lma deganlar. Va innan nasra ma'as sabri. Albatta nusrat sabr bilan keladi deganlar. Va solah, namoz bilan yordam so'rang dedi oyatda yana. Namoz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisda Huzayfa ibn al-Yamani aytadilar: "Kana iza hazabahu amrun solla." Har qachon payg'ambarimizga bir mushkil ish tushadigan bo'lsa boshlariga, har qanday bir o'ylantiradigan ish bo'lsa, namozga intilardilar. Abu Dovud rivoyati. Namozni sabrdan keyin zikr qildi, chunki inson musibatlarga sabr qiladi. Orqasidan namoz o'qisa, namoz muvaffaqiyatlarni jalb qiladi. Sabr musibatlardan sabr qilib tursa, bunga ajr olsa, endi namoz o'qisa, namoz muvaffaqiyatlarni olib keladigan narsa ekan. Va amur ahlaka bis-solati wastabir alayha la nas'aluka rizqa. Ahlingizni namozga buyuring, ular uni ustida sabrli bo'lib turing, biz sizdan rizq so'ramayapmiz. Demak, namoz rizqni jalb qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya Bilal aqimis-solata arihna biha derkanlar. Ey Bilal, namozga takbir ayt, namoz bilan u bilan bizni rohatlantir derkanlar. Demak, oyatni davomiga e'tibor beradigan bo'lsak, va innaha lakabiratun, aslida bu namoz og'ir ish dedi. Qiyin, katta narsa, ulkan narsa dedi. Illa alal xoshiyin, faqatgina xushu-huzuli kishilarga unday emas dedi. Xushu-huzuli kishilar, mana ularni sayyidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qachon namoz o'qisalar rohatlanar ekanlar. Demak, namozda rohat bor ekan. Parvardigor bizlarni ham, zurriyatlarimizni ham namoz o'qib lazzatlanadigan kishilardan qilgan bo'lsin. Yana bir hadis bilan so'zimizni tugatamiz. Qisqaroq hadis ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Muoz roziyallohu anhu so'ragan ekanlar: "Akhbirni bi amalin yudkhilunil janna." Ya Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan amalni xabarini bering menga deganda, va do'zaxdan uzoq qiladigan, jannatga meni kirgizadigan amalni menga xabarini bering deganda, laqad sa'alta an azim, o'zi buyuk narsa haqida so'rab qo'yding. Va innahu la yasirun ala man yassarahu Allohu alayh. Alloh yengil qilganlarga lekin yengildir. Ta'budulloha la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilasan, u zotga biron narsani sherik qilmaysan. Va tuqimus solata, va namozni qoyim qilasan, va tu'tiyaz zakata, zakotni berasan. Shu bilan jannatga kirasan, do'zaxdan uzoq bo'lasan deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar bergan ekanlar. Bizlarni ham namoz sabrli hamda namozga mahkam zotlardan qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.